Assalomu alaykum qadrli kitobxon. Nega millionlab odamlar bir lahzada bir xil fikrlay boshlaydi? Nega ba'zan eng kichik zarbalar katta qudratlarni yuzaga keltiradi? Gustav Le Bon bu asari orqali ommaning ichki mexanizmini shunday ochib beradiki, kitobni o'qib bo'lgach dunyoga ham, o'z atrofingizga ham, hatto ehtiroslaringizga ham yangicha ko'z bilan qaray boshlaysiz. Bugun 5 daqiqada omma psixologiyasi haqida gaplashamiz. Ushbu asar omma deb ataladigan katta guruhlar qanday fikrlaydi, qanday harakat qiladi va nega ba'zan mantiqsiz qarorlar qabul qiladi, shuni tushuntirishga qaratilgan. U ommaviy ruhiyatni ochib tashlab, odamlarning ta'sirchan va ehtirosga moyil tabiatini ko'rsatadi. Asarning yuragi olomon ongi degan tushuncha. Ya'ni ayrim hollarda odamlar yolg'iz holatda juda aqlli bo'lishi mumkin, ammo ommaga qo'shilgan zahoti mantiqiy fikrdan yiroqlashib ketadi. Odam emas, olomon qaror qabul qiladi va bu qaror ko'pincha ehtiros sababli amalga oshadi. Omma mantiq bilan emas, hissiyot bilan harakat qiladi. Agar bir narsa ularni qo'rqitsa, qochadi. Ilhomlantirsa yugurib ketadi, shubhalansa hech bir gapga ishonmaydi. Lekin ishonsa hech narsa ularni to'xtata olmaydi. Le Bonning ta'biri bilan aytganda, omma bir lahzalik ruhiy to'lqinlarda yashaydi. Ommada mantiq o'rnini ramzlar, obrazlar, shiorlar egallaydi. Agar bir fikr sodda va ta'sirli aytilsa, omma unga ishonadi. Bu vaqtda qanchalik chuqur mantiqiy dalillar keltirilmasin, ommaga ta'sir o'tkazmaydi. Shuning uchun siyosatda, biznesda va hatto dinga oid masalalarda ham ommani boshqaruvchi asosiy kuch his-tuyg'ulardir. Bu kitobda liderlar ommani qanday boshqarishi haqida juda ham qiziqarli ma'lumotlar bor. Takrorlash, ya'ni bir fikrni qayta-qayta aytish. Oxiri omma bu fikrni haqiqat deb qabul qiladi. Biz takrorlangan narsaning kelib chiqish tarixini unutib yuboramiz va unga ko'r-ko'rona ishona boshlaymiz. Ta'sir o'tkazish. Demak, qat'iyat bilan gapirish, ishonchli nutq va kuchli obraz bo'lsa kifoya. Lider doimo shubhalarsiz gapiradi. Menimcha, balki desangiz odamlar ishonishmaydi. Simvollar, bayroq, ramz va balandparvoz shiorlar omma mana shu belgilar orqali harakatga keladi. Ommani boshqarishning eng kuchli va eng xavfli quroli hissiyotdir. Chunki omma mantiqni eshitmaydi, u faktlarni tahlil qilmaydi, balki ruhiy to'lqinlar orqali harakat qiladi. Shuning uchun rahbarlar va hukumatlar ommani ishontirishda aqlga emas, qo'rquv, umid, g'urur, g'azab kabi kuchli tuyg'ularga tayanadi. Qachonki ommada bir hissiyot uyg'otilsa, u alohida fikrlashni yo'qotadi va o'zini emas, ommani his qiladi. Bitta kuchli ehtiros millionta mantiqiy dalilni yengib o'ta oladi. Shu jihatdan hissiyot omma ongining darvozasi. Unga egalik qilgan odam esa ommaning qadamini belgilaydigan qudrat sohibi hisoblanadi. Omma psixologiyasi 1895-yilda yozilgan bo'lsa ham go'yo kecha chop etilgandik. Chunki siyosiy targ'ibotlar, ijtimoiy tarmoqlardagi hype, PR, populizm, reklamalar, bularning barchasi Le Bon aytgan qoidalar bilan birday ishlaydi. Bu fikrni o'qib har bir kitobxon o'z jamiyatiga, mediaga, tarmoqlardagi virus videolarga, keng tarqalgan fikrlarga boshqacha qarab qo'yadi. Nahotki siz ham omma bo'lsangiz. Odamga alam qiladi, shuncha o'qisang, ustingda ishlasang, sen ham ommaning bir vakili o'laroq ulkan oqimda oqib ketaversang. Bu asar sizga kuchi bor odamlar emas, ommani tushungan insonlar jamiyatni boshqara olishini anglatadi. Nega ba'zi rahbarlar tezda mashhur bo'ladi? Nega odamlar mantiqqa zid qarorlarni qo'llab-quvvatlaydi? Nega omma ba'zan qirg'inga, ba'zan esa qahramonlikka moyil bo'ladi? Javob mana shu kitobda. Shuning uchun bu kitobni o'qigan odam endi ommaning qichqiriqlariga shunchaga qo'shilib ketmaydi. Balki bir lahza nafas rostlab, ko'zni xira qilgan to'lqinlar ortidagi haqiqiy qudratni izlaydi. Yana nima ham derdim? Bu kitobni albatta o'qing. Bu asar ichida sizga ayta olmaganlarim juda ham ko'p. 5 daqiqada ko'rishguncha omon bo'ling.